Bugun sizlar bilan deyarli hammaga birdek yoqadigan, go'zalligi bilan ko'zni quvnatadigan Simmental zot haqida gaplashamiz. Ketdik. Kelib chiqishi Simmental zotining vatani Shveysariya bo'lib, u o'z nomini Simmi vodiysidan olgan. 1800-yillarda boshqa davlatga keng tarqalgan. Ikki yo'nalishda foydalaniladi. Simmental bu go'sht yo'nalishidagi zotdir. Bu zotdan bir vaqtning o'zida ham yuqori sifatli go'sht, ham ko'p sut olish mumkin. Juda katta tana tuzilishiga ega. Voyaga yetgan buqalar og'irligi 1100-1300 kg, sigirlar esa 700-900 kg bo'lishi mumkin. Sut mahsuldorligi 5000-7000 litr sut beradi. Ba'zida esa bu ko'rsatkich 9000 litrgacha yetishi mumkin. Simmental qoramollari tabiatan xotirjam, itoatkor bo'ladi. Bu esa ularni parvarish qilishni osonlashtiradi. Ular turli iqlim sharoitlariga tez moslashadi. Shu sababli dunyoning ko'plab hududlarida boqiladi. Yevropa, Rossiya, O'zbekiston, AQSh va boshqalar. Buqachalar tez vazn yig'adi. Kunlik o'sish sur'ati 1-3 kg-gacha bo'lishi mumkin. Simmental go'shti yumshoq va kam yog'li bo'lib, parhezbop hisoblanadi. Bu zot O'zbekistonda ham sevib boqiladi. Buzoqlari eng xaridorgir buzoqlardan hisoblanadi. Bu zotni O'zbekistonga import qilish hozirgi kunda faqat samolyot orqali amalga oshirilishi mumkin. Kamchiliklari bo'yicha esa izohlarda o'rtoqlashamiz.